Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Kosonsoy tuman Tergach chorva bozoridan qo'y bozorimizni bugungi kundan narx-navosini ortishni boshladi. Bugun hafta kuniga juma 21-mart 2025-yil. Bugungi ayyom hammaga muborak bo'lsin. Bugun Dvoynoy Troynoy dedi-ku, uchtala bayram. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Juma ayyomi, Ramazon oyi, yangilanish yasharish, Navro'z ayyomi hammaga muborak bo'lsin. Mana shu yerdan videoni boshladik. Mana shu qo'chqorning bo'yini o'lchadi hozir. Mana shu hoji akamiz 1.2 chiqdi. Tishi nechta ekan? 4 chiqazgan. 4? 4 chiqazgan. Hop, 4ni chiqaribdi. Nech pul? 13 million. 13 million aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi? Savdo hali bo'lmadi. Hali savdo bo'lmabdi. Taroziga qo'yib beramiz buni? Taroziga kelish bo'lsa, Nech pul? Ayting. 80 mingdan qo'yib beramiz. Hay joningiz sog' bo'lsin, 80 ming. Go'sht narxi o'zi 120 bo'lyapti qo'chqor go'shti. 110 Zotkada. buqa go'shti. Zotka so'raganlarga 80 mingdan. Kimdir masalan ishqiboz bo'lsa, mana nomerni qo'yib qo'yamiz. 90 nechilik? 3lik. 93lik. 177 177 36 36. Like'lar bosib turamiz akalar. Videoni ko'rishni davom ettiramiz dedi. Mana bu yerda mana yunglari olingan arrashan ishqibozlariga elitni arrashanlardan. Uzunligini qarang uni. Dumba ham o'ta tikka ekan. Buni qo'zim ekan, ha? Bitta mashinani ichini ko'rib qo'yay ekan. Bir chekkadan. Mashallah, zo'r. Ham qo'zi ekan. Qo'yil. Aka pulini gapiring endi bo'ladimi, qarang. O'ta uzun ekan, ha? İkisi 10'dan. İkisi 12'den. Hop, mana ikkita o'ng tarafdagisi 10 dan, chap tarafdagilar 12 dan. Bular tortib ko'rgansizmi? Tortib ko'rmagansiz. Aka sotildimi? Yo'q, sotiladi. 105 kilodan deb qo'yaymi? Shunaqa atrofida-da. Hop. Gap yo'q. Taroziga nech pul bilmasak. Taroziga qo'ymaymiz. Telefonda aytib qo'yingchi. 90lik. 740. 1331. Bitta yetalab qo'ying, ashina qiziqishga. Sheriklar bormi? Yo'q. Bir tortib yuboring. Sifat ekan, akalar. Hop, ketdik. Mana savdolardan ko'raychi. Mana shu yerda savdolari qizg'in bo'lib turgan joyidan. Soatimiz 8 dan 38 minut o'tdi. Baraka bo'ldimi? Aka, baraka bo'ldimi? Savdosi bo'lyapti aka. Qaysini savdosi bo'l? Mana ikkita. Ikki tish qo'chqorlar, ha? Ikkalasini 10 million qo'zi ekan, 10 million 800 ga. Xaridorlar mana pul berib turibdi. Qo'chqorlar lekin semiz, yaxshi vatanlar. Mana ular nech pul kattalari? 8 kava bor, bunisi 10 kava bor. Buni 10 deganingiz tortib ko'rgansizmi? Tortib ko'rgan. Nech kilo? 143 kilo. 143 kilo, 10 million kami bor. Taroziga qo'yib beramiz, ha? Nech puldan? 70 ming. Kami bormi? 60. Yo'q. Jam unchalik emas. 64. 66. 500 ming so'm kami bor, aka katta qo'y. Go'shi zo'r keladigan qo'ylar. Aka 70 ming so'mdan so'radi, bermay olib keldi. Uydan bor 70 ming so'mdan so'ragan. Taroziga? Taroziga 70 dan bermagan ekan uyda. Telefonda aytib qo'yingchi. 91 91lik 578 578 81 82. O'zingiz boqasizmi axir? Gap yo'q. Qirg'izistonning qo'ylaridan. Oldin o'tgan ekanda bular, ha? Boqib turgan qo'ylar. Dehqonda turibdi. Puli nech bo'ldi aka? Aytilish bahosi 6, hali tish buzmagan. 10 oylik atrofida. Lekin badani bor, yaxshi. Tirik vaznga 75 desak ko'payib ketmaydimi? Pilus. Pilus ekan. Akalar 75 pilus ekan. Savdo qancha bo'ldi? 5 dan. Bir joyga 5 dan.
Bir joyga 5 dan savdo bo'libdi mana. Taroziga ham qo'yib beraveramiz. Qancha? Hech bir. Yil qatori. Nomerni ayting. 65 dan 70 gacha bo'libdi, kelishib sotaveramiz. Aha. Sotildimi? 75 dan. Yo'q, 60 dan 65 dan 70 gacha deyapman. Aha. Nomerni aytib qo'ying-chi. 93lik. 323 31 37. Ular sotildi shekilli, mashhad qo'chqorlar. Baraka bo'ldimi uchalasi? Qani? Nech puldan sotildi? Hop. Hop, 3tasi 19 million 200 ga baraka bo'pti. Nech kilodan ko'rib oldingiz? Tirik vazn 100 kilodan kelib qolar deyapti. 19 million 200 ga. 3tasi baraka bo'pti. Yo'q. 8 millionga beryapti ekan. 8 millionga bermoqda. Tindirib qo'yibdi vaqtda. Kichkina o'gam bilan 70 beradi mashla. Kim bildi? Ha? Ya Hisoblab biladi, biz boquvchi. 70 kilo go'sht beradi, bemalol beradi. beradi. Bu badanda hamma joy go'shib ketdi. O'zi ushlaga izdi mana. Hay. Молодец. Savdosi bo'lyapti mana shu qo'chqorimizda. Nech pul bo'lyapti? 6 million 800 ga savdo bo'lib turibdi. Bo'y paslari ham nochagina qo'chqorim. Sizda nech pul aka? 6 kam bor. Bo'layotgan savdosi? 4 million 700. Shima. Mana qo'chqorlar kimdan ekan? Narxlar qimmat arzon. Narxlar aka bozor ko'tarilyapti. Go'sht qaram 130 ming. 130 sotilyapti. 130 qo'chqor go'sht sotilyapti. 120 buqa sotilyapti. 130 ga 120 sotilyapti ekan. Shetda tergachida. Ha, xunajinda 105 ming sotyapti. Buni hajm 105. Sizda nech pul? Menda emas, bering qo'chqor. Mashinalarlik bo'ladi, egasi keladi. Oq qo'chqorim bor edi. Nech pul oq qo'chqor? 7,5. 7,5. Shuni unumroq qiladi. Qo'zi. Egasi qo'zi deb berdi. Oldingizmi 7,5 ga? 7,5 narx. Ha, narx aytyapti. Savdo qancha bo'ldi? Har xil bo'lyapti aka. Qancha? Necha nomer qo'yib qo'yaylik? 95lik. 95lik. 004 75 71. Mana Yetilbaylarni nomerini ham olib qo'yasiz egasini. Ha, uni nomeri 90. Hozir qarab beraman. Bormi? Aytaveraman. Esimda yo'q-da. Bo'ldi, sizga telefon qilaver aka. Ha? To'xtang, mana aytib beraman. Aytvoring. 93lik. 93lik 263 263 74 ga aloqa chiqasiz. Mana shu qo'chqorlar egasi. Hozir yo'q ekan. Puli nech puldan polvon? Ular 5 milliondan keldi. Aytilishi 5. Savdosichi? Savdo har xil bo'lyapti. 4,5 ming bo'lyapti, 46 ham bo'lyapti. So'yib olish nech pul bo'lyapti? So'yib olish 120 ming so'yib beryapmiz. 120 ming. 130 ming go'sht bo'lyapti. 120 so'yib olyaptimi? Yog'i, go'shti hammasi ichida. Yo'q, yog'i 50 ming. Yog'i 50, go'shti 120. İki bo'lagi 120 ming, yog'i ichki yog'i 50 ming. Ichki yog'i 50 ming. Onlardan bor, Amajon aka. 4,5 dan ham bo'lyapti ekan. Ular 4,5 dan kami bor. Mana ular 4,5 dan kam bor ekan. Shularni qarang, bakaman deganlarga. O'zi bo'ladi, yungi ham yo'q, o tayyor. Yo'q mana. Mashg'ulot. Nech kilo bor bular? 70 kilo puyulisi. 70 kilo atrofida ekan. Taroziga nech pul qo'yib yubordik? Tarozi 67. 67 dan Kami bor. arzon cho'p ketsin.
Biz endi arzonlikdamiz. Gap yo'q. Nomerni ayting. 99 lik. 99lik 002 02 67 88. 67 88. Hamma arzon sotganda qimmat sotadi, hamma qimmat sotganda arzon sotadi. Shunda g'amlab qo'yadi shekilli-da. Lekin hammani ham sotadi. To'g'ri. Ye, omonmisiz? Omonmisizlar? Bayramlar bilan. Savdolari qizg'in joyida. Qo'zi qo'chqorimizda savdosi bo'lyapti. Şu 8 oylik. 3 milyon 8. 3 milyon 800. Aka oldilar lazım. Qancha? 36. 3 milyon 600. Sizga boqaman dedingizmi? Boqaman. 600. Dehqonlardan. Ishda qo'chqor. Ish buzdimi yo'qmi? Ish buzganmi? Ekitishmi? Qo'zi. Endi ish buzar. Va egasini tishini ko'rsatmang. Qo'chqorni. Qo'chqor egasiga qarab tishini oching der. Gap yo'q. Puli nech pul? Buni 5 milliondan kam bo'lyapti. Qancha kam bu? Qancha kam bu? 42. Bitadi. Bitadi. Maqsadga o'tib qo'ya olaylik. Ha, xudo xohlasa shu. Nomerni aytib qo'ying. Nomer 93 lik. 93lik 132 132 71 71 71. 71. Qancha? Ko'r bo'ldimi savdosi? Yo'q, yo'q. Ko'r bo'ldimi savdosi? Ko'r bo'ldimi? Buniki 38, 39 dan bo'ldi. 39 oldu. Kichkina qo'zilarni ham ko'rsatib ketamiz. Qani? Sotuvchi kim ekan sotuvchi? YouTube'da nima? Asosiy pastlarda turib turadi. Mana shu akamizda 5 Bo'lmasa abra chiqib to'ppa to'g'ri 5.uz Rahmajon. Nech puldan qo'chqorlar aka? Ko'ramiz. 4 million 200 mingdan ishidan kami bor deyapmiz. Nima deb o'ryapsiz aka? Endi mana kattalarida, Ha, kichkinalarcha. kichkinalar 3 million 200 mingdan ona ikkitasi. Hop. Kichkinalarni 27 dan bo'lsa ketaveradi. Ichidan bormi bu? Ha? Ichidan qo'shib. Kattalar 32 dan 33 dan beraverasiz. Yo'q, kattalar 3,5 milliondan ustida. 33 dan ham bermaysizmi? Yo'q, bular chiqarib. Bir joyga bo'lsa-ya, aka o'ylab ko'ring. Bo'lam 3,5 deb pastdan. Ustida. Ya, qiynalmaysiz aka. Savdogar odam qiynalmaydi. Ziyonmi? Ziyon qiladimi? 3 million 300 ga ziyon qilammi? Gap yo'q. Aytingchi bo'lmasa telefonda Telefon 94lik 94lik 305 305 8805. 9805. Bu qo'zilarni hech puldan oldingiz? 22 dan bo'ldi. Qo'chqormi hammasi? Qo'chqor mana bari ikkitasi 22 dan. Hop, Mana ikkita 23 dan. ikkitasi sovloqa bular. Qo'chqor. Va hammasi qo'chqor ekan. Ular eski betga o'xshaydi. Mana 2 million 300 o'pdi, mana yangilari 2 million 200. Oldi. Echkini ser suti bor ekan, egasi yo'q ekan. Aka baraka bo'ldimi? Qancha aka? Rahmatjon. Qancha? Rahmatjon. 28 bo'ldi. 2 million 800. Qisir bo'g'oz. Qisir 2 million 800. Qo'zilarni haqiqiy makonaga keldik mana endi. Qo'zilar. Puli necha bo'lar aka? 2,5 dan kam bo'ladi. 2,5 dan. Qo'chqor sovliq. To'liq. Sovliq. Bo'layotganicha 19 2 million. 1 million 900, 2 million savdo bo'lyapti. 4 oylik deb qo'yaymi? 4 oylik. Chustki qo'ylar. Ha? Chust qo'ylari. Telefon qo'yamizmi? Yo'q. Telefon yo'q. Bo'ldi, omad. Qani? Nech puldan baraka bo'ldi? Nech puldan baraka bo'ldi? Hop, sovliq qo'ylarimiz.
5.200 ga ikkalasi baraka bo'ldi. Mana qo'zilar qarang uzunligini. Rahmatjon aka. Nech puldan aka? Omonmiz. Qanchadan aytyapsiz? Aka 3,5dan ozginadan kami bor. Qancha endi ozginasi? 3 danmi? Yo'q, 3 dan bermaydi. 31 dan ham bermaydi. Ozginasi 500 ming bo'ladi-da. Yo'q. To'g'rimi? 200 mingdan. 200 mingdan. 200 mingdan. 3.200 dan berasiz ekan-a? Magazin narxi 3.200 dan bo'lsa aloqa chiqaverasiz. Tirik vaznga necha kilo chiqadi? Rahmatjon. 5 kilo, 8 kilo. 48 kilo oldi chiqadi. Telefoningizni aytib qo'ying. 93lik. 913 913 3122. Quloqlari butun. Butun. Endi filmdan. Qaytdiki? Tekinboy Kosonsoydiki ekan. Ana Tojikistondagi, mana Qirg'izistondagi emas, O'zbekistondagi ham zo'r akalar. Qo'qimboy. Mana. Qo'qimboy. Endi kelyapti mana akalarimiz. Bu partiya chiqib ketyapti mana. Barakasi bo'lgan joylaridan, optim joydan. Nech pul bo'ldi aka? 68 dan. Ona bola 6.800 dan. Nech bosh? 9 bosh qo'yimiz. Ona qo'yimiz 9 ta bolasi. 6.800 dan. Akka. Nechtasi qo'chqor, nechtasi o'g'il bolalarni? 8 tasi. 8 ta qo'chqor. Gapi yo'q. Buyurib narsa. 8 dan. Aha. Mana, gapi yo'q. Bitta sovlig'ini aka ko'taryapti. Qolgan bari qo'chqor ekan. 2.700.000 mana shu sarig'ini savdosi bo'lyapti ekan. Qolganichi? Qolgani 3 ta ekan. 3 tasimi? Savdo qancha bo'ldi? 3 tasiga 7,5 gram bor ekan. Savdosi qancha bo'ldi? 3 tasimi? 8.700.000 bo'ldi. 7,5 kami bor deyapsiz? Ikkitasining 7,5 kam bordi ham. Aha, joningiz sog' bo'lsin. Ikkitasiga 7,5 kam bor ekan. Uchalasiga 8 700. Молодец. Mana qo'ydi qarang. Idishi ham zo'r ekan-a. To'y bor to'yda. Olaymi? Qanchaga? Yana qo'ylar oldilar, yana qo'ylar. Yenasini o'zini. Qanchadan oldilar? Tuv bo'lgan qo'ylar 3,5 dan. Yo'q. Hop, onasini o'zini 3,5 dan olibdi, qo'zilari qolibdi akalar mana. Qani, hop. Rahmatjon aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yursiz? Yana qo'ylarga qarang. Tozalari arashan. Arashan tozalari zo'rlaridan. Kishi nechta aka bularni? 8 ta. Endi to'lovga kelyapti ekanda. Bolang kichkina beribdimi? Yoshmi? Ha, 1,5 oylik. Nima ekan bolalari? Bir qo'chqor, bir sovliq. Puli nech bo'l? 14 7 dan. Kami bor. Savdosi 13. 13 Arashan ishqibozlariga. Bunisi Edilboy shekilga. Yo, bu ham Arashan ekan. Sal chachishib ketganmi? Shunaqa ekan. Bir komplet kelgan o'sha. Bir xil. Quloq kichkina ekan-da, sog'lig'ini. Omad, mana lablari Arashan. Garbanozlar. Telefonda aytib qo'ying-chi. 95. 95lik 219 219 64 84 84. 64 84. Uyda bor. Uy qayerda? Qo'chqori ham bor. Uy qayerda uy? Kommunada. Qayer? Kommunada. Kommuna? Shu yerda. Qayerda deb qo'ying. Kommuna deb qo'ying. Ana ikkita qo'chqor. Baraka bo'ldimi aka? Hop, savdosi bo'lib turgan joyda. Bolasi ikkita qo'chqor egizchi. Qancha? El 7 million 67 68 7 million qilyapti. Bek
ikkita bolasi ham qo'chqor. Egizchi ikkitasini 7 million savdo ko'rgan ekan, hozir 6 million savdosi bo'lyapti. Ha, egizak. Bor aka, ketdi. Ukamam zerikib turgan ekanda. Ha, qachon kamera chakam keladi? Qancha ketdi? 29,5. Qisirmi? Tug'adi bo'g'oz ekan 29,5. 2 million 950. Oldingizmi bu? Bermadim aka. Bermaydi, 7 ga sotmagandi, 6 ga. Xo'p, ona bolasi katta variantidan. Ikkalasi ham. Yo'q, bolasi ham bo'g'oz bo'lib qolibdi. Puli nechi pul? 8. Ha, yana bolaga. Bolasi ham bo'g'ozli ekan. Savdosi qancha bo'ldi? Bozor o'qituvchi sohalari bu kishilar. Sohalar o'qituvchi. Boshqa qo'yishlar. Hop, 7,5 savdosi bo'ldi. Hozirda bir so'mga qo'ymash. Dehqon, toza dehqon. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? Nomeringizni Yo'q, bo'ldi bu. Dehqonlardan ekanda. Qisir qo'ylardan ham ko'rsatib ketaylikchi. Oho, egasi yo'q. Qo'zilar zo'r edi. Sulton. Sog'liq ekan. Puli nechi pul? 3,5. Savdo qancha bo'ldi? 2 million 600, 2 million 700. Necha oylik? 5 oylik bo'lsa kerak. 5 oylik. Uyda tug'ilmagan 70 bor bu ya. Ha, bu 70. 70. Ana qisir qo'yamiz sizga qarab. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 99. 99lik. 346. 346. 88. Necha? 88 48. 88 48. Qo'chqorlarga o'taylikchi. Mana shu qo'yimiz savdosi bo'lyapti. Qani necha pul bo'lyapti ekan? Qisir 3 million 400. Qisir qo'yimiz savdosi bo'lyapti. Semiz badani yaxshi. Qo'chqorlarga ko'rsataylikchi. Bor aka, ketdi. Qani? Kim sotyapti ekan? Sizdanmi? Necha puldan qo'chqorlar? Ularda aka bunday 1 million 700 ming so'mdan bir joyga olasiz. 1 million 700 dan. Klasi nechi kilo? Kilas 70 plus minusga boradi, mana shu 9 tasi. Bo'ybaslari ham 80. Ha, 85 plus. Bola 88 shunday chiqadi. Negizoni ekko chiqmaydi xolos. Lekin 85 chiqaradi. 85 plusmi? Ha, 85. Qiziqishga. Qo'lga tushdi degan joyi shu bo'lsa kerak. Tiliga yedi degan joyi shu bo'lsa kerak. Ha? 85 plus diyordu. Qo'lga tushdi degan joyi shu bo'lsa kerak. O'ynashmagan arbob bilan deydi. 88 chiqyapti. 87. Gap yo'q ya, malades. Endi Akanlar ko'payib ketdi endi. Qo'yil. Aka yordingiz. endi xudo xolasa. Gap yo'q. Bo'ldi. Keng tovarani berib turing menga. Xo'p, kichkinasi ham 76 ekan. 79. 79 mi? Yetdimi? 80. Xo'p, zo'r. 4 milliondan beraman dedingizmi? Yo'q, 47 dan. Bir joyga olasiz. 4 million 700 dan. Nomerini aytib qo'ying. 94lik bilan 94lik. 269 269 21. 21. Metr qolib ketdi-da. Ha, metr davolik. Mana qo'ygan, bermaydi. O'raydi. 5 million deyapti qo'ylari, Bu aka, charchamayapsizmi? Alaykum, tizimiz. Nechta olib kim, nechta sotdingiz? Hozir 40 ta jarkilar mana shu 5 ta qoldi. 40 tadan 5 ta. Yomon tez sotadi mana shu akamiz. Bilmayman. Yo arzon joyini topib olgansiz yo bir narsada. Nech puldan berib olasiz? Men dehqon kuyovman-da, o'shancha arzon. Gapni qarang. Gapni ham qiyib yuboradi. Dehqonni kuyovi ekan. Gap. Nech pul endi?
Puli 4,5 dan tutib bir joyga bo'ladigan bo'lsa 4 milliondan beryapmiz. 4,5dan aytib 4dan berib yuboramiz. Nomerni ayting aka. 97lik 97lik 622 622 76 78. 76 78. Malades aka. Cho'pon. Tayoqlarni ko'tarib turgan ukamizdan qani? Omonmiz. Necha puldan pullari? Bularni pulini 48 dan deyapti. Xo'p, qanchadan berasiz endi? Bo'ladiganini Bir ayting. joyda bo'ladi. Charchadik. 44 dan shunday yetkazdirib beraman. Nechi kilo? Kilas. Shipiri bo'lsa, hamma suviti bo'lsa boradi. Suviti bo'lsa. yo'q yerga bormaydi. Bo'ldi. Telefonda aytib qo'yingchi. 88 88lik 257 257 1503. 1503. Hurmatli obunachilar, shu yerda videolarga yakun yasaymiz. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Manzil Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergach chorva bozor. Hojiba, omonmiz, tinchmiz. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu yerda videolarga yakun yasaymiz. Bayram yana bir bor qutlug' bo'lsin. Sog', salomat bo'ling.